Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Ramazon oyi, bahor bayramlari muborak bo'lsin. Ustozlar, 2-sinf milliy mahorat mart oyi guruhini tanishtirmoqchiman sizlarga. Demak, bu guruhimizdagi bo'limlar va asosan darslarni ko'rib chiqamiz. Yana aytmoqchimanki, ustozlar, sizlarga darslarni sifat, metodlar, ko'rgazmalar bilan birgalikda mehrimni ham qo'shib tayyorlaganman. Ko'rib chiqishimiz mumkin mana ish reja asosida, demak. Keyingi haftalik darslarimiz birma-bir joylandi. Bu yerda aynan mana shu mavzuda foydalanishingiz mumkin bo'lgan videolar, tarqatmalar, ko'rgazmalar ham o'rin olgan. Darsni ko'rishingiz oson bo'lishi uchun albatta mundarija ham bor. Ona tili darslarimizni ko'rib chiqamiz. Ish reja asosida keyingi haftalik 4 ta dars berilgan. Bu yerda har xil metodlar, qo'shimcha o'yinlar, o'quvchilar bilan bajarish uchun harakatli o'yinlar ham berilgan. Bu metodlar orqali o'quvchilar yana ham mavzuni yaxshiroq tushunadi, yaxshiroq tushunchalarga ega bo'ladi, qoidani yodlashlari ham uncha oson, qiyin bo'lmaydi. Xo'p, demak, ona tili darslarimiz. Endi o'qish darslarimizni ko'ramiz. Ish reja asosida keyingi haftalik 3 ta darsimiz berilgan. O'qish darslarimizda ustozlar qo'shimcha ravishda o'quvchilar tasavvurini boyitish maqsadida sun'iy intellekt yordamida yaratilgan rasmlar, videolar ham joy olgan va albatta o'qishda ham qo'llash mumkin bo'lgan metodlarni, testlarni taqdim qilib boryapman. Ojon, dedi Zokir achinib. Yo'qotganim yo'q. Yotganda ham nonni yeydimi, odam? Demak, ta'zim hikoyasi asosida jonlantirilgan va bu yerda mana moslashtiring topshiriqlari ham berilgan. Demak, o'qish darsimizni ham bemalol mazza qilib o'tishimiz mumkin. Xo'p, va albatta tabiiy fan darsimizni ham ko'rib chiqamiz. Ish reja asosida, demak, mana keyingi haftalik mavzu tayyorlab qo'yilgan ko'rgazmalar, metodlar bilan birgalikda. Informatika darsimiz, ayniqsa informatika darsimiz ozgina qiyinlashib boryapti. Ikkinchi sinf darsimiz ham mana har birini birma-bir o'quvchiga tushuntirish mumkin bo'lgan holatda tayyorlab qo'yilgan va bitta darsga metodlar, testlar qo'shib berilgan. Qolgan darslarimiz ham albatta tarbiya darsimiz mana. Albatta har bir darsni metodlarni qo'shishni, o'yinlarni qo'shishni maqsad qilib qo'yganman va albatta har bir dars uchun o'yinlar, metodlar qo'shib borilyapti. Texnologiya, tasviriy san'at darslarimiz ham o'ziga xos holatda mehr bilan tayyorlangan. Ustozlar, yangi oy uchun guruhimiz ochilgan, guruhimizga qabul davom etyapti. Hammanglarni mana shu guruhimizda kutib qolaman.